Assalomu alaykum, antidangasalik trening ishtirokchilari. Hozir sizlar bilan Leninberger tizimi haqida gaplashamiz. Ya'ni Michael Leninberger tizimini eshitgan bo'lsangiz, davom ettiraman. Ya'ni shu videoni ko'rishni davom ettiringlar. Eshitmagan bo'lsangiz, videoni ko'ringlar. Bundan oldingi darsda men tushuntirganman. U tizimda topshiriqlarni bo'lish nazarda tutilyapti. Ya'ni ertaga yoki bugun bajarishingiz kerak bo'lgan topshiriqlar bor. Bugun bajarish shart emas topshiriqlar bo'ladi va shu hafta bajarilishi kerak bo'lgan yoki shart emas topshiriqlar bo'ladi. Dars ko'rsanglar yaxshiroq tushunasizlar. Hozir men shu bloknotim ichida Leninberger tizimini soddalashtirilgan holatini qanday qilib ishlatishingiz mumkinligini tushuntirib boraman. Xo'p, demak, bloknotda ishlatishi, ya'ni tutishi o'rgandinglar. Mana shunaqa stikerlarga topshiriqlarni yozib, bloknotda birinchi betidan tashqari yog'ga yopishtiriladi odatda. Bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlar mana shunda bo'ladi. Hozir men yozmaganman, tabiiyki, men ko'pincha bunaqa bloknot tutmayman. Bloknotda o'rniga kitob ishlataman. Nimaga unaqaligini alohida tushuntirib beraman. Ertalab turamanda yoki shu kun davomida birorta topshirig'imni tanlayman. Bugun bajarishim kerak bo'lgan topshirig'imni tanlab turib, birinchi betga yopishtiramanda bajarib ketaman. To есть topshiriq bajariladi. Bajarilgandan keyin topshiriq olib qo'yaman. Odatda men topshiriq olib qo'yganimdan keyin shuni o'zim tashlab yuboraman. To есть menga o'zi kerak bo'lmaydi. Kerak bo'lmaydi bu narsa. Endi bu topshiriqlarim, ya'ni bloknotimga yozgan topshiriqlarim shu birinchi betdan keyingi turgan stikerda doim bugun bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlar bo'ladi. Bundan tashqari, hali korobkaning o'rniga men o'rtada, bloknotimning o'rtasida mana shu bitta betni bunday qilib buklab qo'yganman. To есть balki bo'lingan bo'ladi. Ingliz tiliga yoshliginglarda shu maktabda qatnashgan bo'lsanglar, haligi bloknotda yarim lug'at, ya'ni daftar yarim lug'at, yarimi ham grammatik qoidalar, ya'ni bir narsa bo'lardi yoki ikkita fan bo'lsa, ona tili bilan adabiyot, yarimini adabiyotda, yarimini ona tilida ishlatgan bo'lishingiz mumkin. Xuddi shunaqa narsa bu yerda ham. Yarimini u yog'iga menda topshiriqlar turadi. Zarani tuzib qo'ygan bo'laman. Bugun bajarishim shart emas. Misol uchun 3 kundan keyin, 4 kundan keyin bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlar. Aytaylik, kimgadir kamerani olib borib berishim kerak. Prinsip shu haftaning ichida qilishim mumkin. Lekin bugun shart emas. Bugun boshqa undan muhimroq ishlarim bo'lsa, o'shani bajarib turaman. Xuddi shunaqa topshiriqlarni men bloknotni yarimini yog'iga yopishtiraman. Yarimini yog'ini anglash uchun mana bunaqa bukib qo'yaman. Bu yerda mana qizil liniya tortib qo'yganman, spesialni sizlarga tushunarliroq bo'lish uchun. Bo'ldi, все. То есть men tuzganimda topshiriq tuzamanki, tuzib o'tiraman. Ertaga mana qanaqadir ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni birinchi betdan bu yoqqa yopishtirib chiqaman. Yana qanaqadir topshiriq esimga kelib qolishi mumkin. Tuzish jarayonimda, har kungi o'sha tekshiruv, reviziya jarayonida kechqurun tam 2 kun, 3 kun ichida yoki ertaga shart emas, tam 5 kundan keyin bajarsa bo'ladigan topshiriqlar bo'lsa, mabodo men shu bloknotimni yarimini yog'iga yopishtiraman. Mana bu yog'iga yopishtirib qo'yaman-da. Keyin qaysidir reviziyamda bu topshiriqlarni ham ko'rib qo'yaman, bunday ko'rib qo'yaman. Mana shu topshiriqni o'sha ertaga bajarishim kerak deb deydigan bo'lsam, bu yerda просто bu oldiga olib qo'yaman. Ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni ichiga olib qo'yaman. Shu, to есть o'sha yerda turadi, bir-bir ko'rib turamiz. Cheklistinglarda bor, har kunlik tekshiruv degan joyi bor. Shu tizimni men Leninbergerni soddalashtirilgan holati deb atayman. Men uchun nihoyatda oson bu narsa. To есть topshiriqlar doim joyida. Men doim tayyorman ishlashga. O'ylash shart emas, o'sha o'ylab olganman. Prosta ochaman, stiker olaman, bajarib ketiraman. Ochaman, stiker olaman, bajarib ketiraman. Har kun kechqurun daftarimning yarimidagi topshiriqlarni ham bir marta ko'rib qo'yaman. Может быть, ertaga qaysidir birini bajarish vaqti kelganda. Bajarish vaqti kelgan bo'lsa, prosta stiker olib qo'yib, ertaga bajarishim kerak bo'lgan topshiriqlarni ichiga qo'shib qo'yaman bu. Nihoyatda sodda, nihoyatda oson. Prosta bajarib ko'ringlar janoblar. Shu, bunaqa qo'shimcha videolarni yana qilib beraman. Qo'shimcha videolarni qilishimdan maqsad nima o'zi aslida olganda? Tam vaqtim juda ko'p yoki bekorchiligimdan emas, aksincha vaqtim nihoyatda kam men o'zi aslida olganda. Ish shunaqa tiqilib ketgan. В принципе, tasvirlab bo'lmaydi bu narsani. Lekin trening jarayonida kimdir boshqacha qabul qiladi informatsiyani, kimdir unaqa tushunadi, kimdir bunaqa tushunadi. Men o'sha narsani imkon qadar yaxshiroq yetkazib berish uchun shunaqa qo'shimchalar qilib turaman. Yana qo'shimchalar bo'ladi, xudo xohlasa, qo'shimcha videolar bo'ladi. Пояснительный videolar deydi bu narsani rus tilida, ya'ni qo'shimcha tushunchaga ega bo'lishingiz uchun shunaqa videolarni olib turamiz. Leninberger tizimining quyidagi holatini ham bir ishlatib ko'ring. Korobkalarni ham ishlatib ko'ring, darsni yana bir marta ko'ring. Yana bitta sizlarga tavsiyam meni hammalarga guruh ichida, Telegram guruhi ichida yana bitta guruh qilib olsanglar bo'ladi o'zingizlar uchun. Shu antidangasalik guruh qilasizlarmi yoki topshiriqlar degan guruh qilasizlarmi, bir-biringizga yordam berasizlar. Kimda qanaqa jarayon kechyapti, qaysi topshiriq qanday tuzish haqida, kimdadir xatolar bo'layap turgan bo'lishi mumkin topshiriq tuzish jarayonida. В принципе, menimcha bu jarayon o'sish jarayoni to'xtamaydi, chunki menga u 1 yil oldingi tuzgan topshiriqlar hozir kulgi tuyuladi.
To есть kulgili tuyuladi, men o'ylayman, shunaqa ham yozarman deyman ilgari. Katta ehtimol bilan keyingi yilga hozir tuzgan topshiriqlarim ham g'alati tuyulsa kerak. Noto'g'ri tuzgan ekanman deyman. Bu takomillashish jarayoni shunaqa o'zi. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar. Meni rivojlantiringlar. Пока-пока.